Tijoratchilar tijorat ilmini bilish kerak azizlar. Tijoratchilar tijorat ilmini bilmasa, halol savdosini haromga aylantirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytadilar: tijorat ilmini bilmaganlar bizlarning bozorlarimizda savdo qilmasin deganlar. Bugun bozorlarni to'ldirib o'tirib tijorat qiladiganlar tijoratni boshlang'ich ilmini ham bilishmaydi. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tijoratda bag'ri keng bo'lishga buyurganlar. Muborak bir hadislarida aytadilarki, sotganda ham, olganda ham, haqqini talab qilganda ham bag'ri keng bo'lgan, ya'niki samimiy bo'lgan kishiga Alloh rahim qilsin deganlar. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana bir hadislarida aytadilarki, musulmonning birodari shunday ekan, u aybi bor narsani birodariga sotishi halol bo'lmaydi, magaram aybini ochiq oydin aytib sotishi halol bo'ladi deganlar. Hokim rivoyati. Demak, musulmon kishi aybini aytmasdan sotsa halol emas, harom. Hadisda ochiq lafz kelyapti. Bo'ladi, molini aybini aytib sotsin. Ha, molimda mana shunaqa aybi bor. Xohlasa oladi, xohlamasa olmaydi. Alloh taolo nasib qilgan bo'lsa oladi. Aldashlik haromga daxil bo'lishga sababchi bo'lib qoladi azizlar.